名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた後に続け青春たちよ後に続け遅くはないさ急ぐことは難しいが時に振り返ることはもっと難しいNinomiya Kinjoro bundan 190 yil ilgari tug'ilgan. Chadaq bo'ldi, to'sma buzildigan bo'ldi. Qatar ichida qoldi. So'rni bag'asi yo'qlab ketadi-da, tezroq to'p tashib o'tkazib kelaylik. Kes, til bilayli. Kinjoro 13 yoshga kirgan yili Sagamidan eqib o'tadigan Kojo daryosining to'smasini kalkin ib ketdi. Kinjoroning kenti zo'r buzg'unchilikqa uchradi. Opa, qo'rqyaptimi? 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 Shamol to'xtabdi. Tomoki, endi qo'rqmagin. Qara, beliq tutsak bo'g'idek. Rosma, opa, beliq barkan. Dada, apa, endi yaxshi bo'ldi. Suv ishga oldimizga kelganda to'xtab qopdi. Bek yaxshi bo'ldi, dada. İlgirmo mushundaq ahvollar yuz bergandi. U chaqlarda men aran 4-5 yoshda bo'lsammi, ammo mening qarshimda hozir ahvollarmi shu chaqnikiga o'xshash edi. Voy, nim degan chiqinglar boshqa bu. Bu yo'g'on toshqa mutlashib ketdim. Bu toshlarni oqshom kelkin iqib kelgan. O vaqt bo'lib qolganda bizning usullarimiz birdamdil yo'q bo'ldi. Şal biz dehqonlarning jon saqlaydigan birdan-bir uzuqligimiz tursa, endi qanday qilamiz? Yaxshi, boshqa yoqqa ko'chib ketaylik. Kelkin qo'rojoyimni vayron qilib atdi. Chidog'im qolmadi. Bunda qilsak bo'lmaydi. Biz shal ehtizlarimizga maislarni ko'chirib oldik. Agar biz butun kentliklar ko'chib ketsak, undaqda biz bu qilig'imiz bilan ko'pchilik yuz kelalamdik. Riyobon efendi, mushundaq zo'r tabiiy ofatga uchirdik. Endi qanday qilsak bo'lar, ha? Bizning bu yezimiz her daim tabiiy ofatga uchrab turdi. 4-5 yilda bir qatim cho'ng kelkin keladi. Bu yilqidek og'ir suv ofati haqiqatan oz ko'riladi. Sizmi bilmaysiz emas. Bizning bu yer azaldillah mushundaq. Shunga biz bir amal tepishimiz kerak. Nima amal bor? Hammamiz birlikda amal tepishimiz kerak. Shundaqmi ko'pchilik? Ters juma. Dada. Ikinchida. Qara, men paqa tutib oldim. Uni qo'yib at, bolam. Shundan keyin kishilar har kuni ketsa, Tedingingo kelib toshlarni to'shib apitidi degandek so'zlarni qilib yuribdi. Chunki toshlarni yutkib atsa. Ha? Etizingdagi toshlarni yutkib tutdimi? Shundaq yutkib tutdi. Tedingingo menga yordam qildi. Bak yaxshi bo'pti. Bizmi qarab turmasak bo'g'idak.
Titingo rost bormi yo'q? Men jazman izlab boqay. Rostilla bor bo'lgan bo'lsa, u zot qanday odamdi? Ko'rib baqsam bo'ladi. Rostilla bor bo'ladigan bo'lsa, uning qiyofati jazman g'alita. Nimishqa odamga o'xshash harakat qiladi? O ihtimal. Dada, o mening dadam-kan bu. Bu ish o'tib uzunga qolmay dadam og'rib qoldi. Orduq yetib qolgan bo'lsa kerak. Endi navbat man keldi. Men dadamning o'rnida ko'pchilikka xizmat qilay. Bütün kentdagi kishilar to'sma yasashga kirishib ketdi. Ikinci Romo ularning qatoriga qo'shilib bir kishilik kuch chiqarmoqchi bo'ldi. Ammo kichik bola qanchalik bir ish qila oladi deysiz? Topdim. Ma'mi qiladigan ish bor ekan. Apa, men yenib keldim. Kinjiro. Hammasi tasmasi yo'q chiqcho'riq ekan-ku. Nima qilmoqchisan? Qaranglar, ko'rib so'riqlar yeni o'q qopti. Rost, rahmat desak bo'ladi. Titingoko yordam qildi. Yaxshi, endi biz bu oltonni ishlasak bo'ladi. Bo'lmasa uni yuz kilamaymiz. To'g'ri dedinglar. Titingoko bizga tashlan yotga berib qolmay, yana chiq cho'riqlarimizni yengilab qo'yibdi. Balkim Titingokoning o'g'li yengilab qo'ygandir. Shundaqmi? Kinjiromiya yaxshi, yaxshi ish qildi. Bir amal tepib, to'smini yasamaydigan bo'lsak, bizning kentimiz yana kalkun ofatiga uchraydi. Kinjoro har kuni ishga chiqqanda yoki ishdan tushganda to'smoq kelib qaraydi. Her günü tosmoq kelib turg'ashqa, kanatdagi bolalar uningga tosmo baqar rohib deb laqab qo'yib qo'ydi. Sen nemishqa har kuni tosmini ko'gil kelsa, Men bir yaxshi amalni tepib tosmini mustahkamlashni o'ylab yurayman. Bundaq ishni kent boshlig'i bilan amaldorlar bir taraf qiladi. Deganingizga albatta to'g'ri, lekin bu yerda biz yashayotimiz emasmi? Şuna kentimizden özümüzge tayinip qo'g'dimsak, kim bizga qo'g'dab beradi? Ko'chat sotdiman. Ko'chat elib olinglar. Ham yangi, ham tom ko'chat. Sen azroq ep qo'yamsan. Ammayman. To'g'ri, qarg'a yildizi to'smini mustahkamlaydi.
Ey, bundaq kichik ko'chatlarni tiksak, necha 10 yildan keyin Arankaga keladi. Lekin bizning cho'roq daraxtlarni tetib olgandek pulimiz yo'q-da. Shunga kichik ko'chatlarni tiksak bo'ladi. Kenjironing irodasi kentkilarni ta'sirlantirdi. Uzun o'tmay ko'pchilik birlikda kuch chiqarib bir ko'rkam to'smin yasab chiqdi. Kenjiro cho'ng bo'lgandan keyin ismini Ninomiya Sonokoga o'zgartdi. U butun umrini kalkundan mudofaa ko'rish, davlatni gullantirish ishlariga bag'ishladi. Xalqning ko'ngliga pukkan Kenjironing obrazi ayni chog'dagi turmushi nihoyat jafo mushaqqat ichida o'tayotgan dehqonlarga umid chirg'ib yangan edi. Bu Kenjiro uchun qo'llash edi. Bu xil ruh ayni chog'dagi Tetin Gunko ismli dadisining obrazidan kelgan. Ko'pchilik fursat chiqib qolsa, odaginishkidan eqib o'tirgan Kojo daryosiga berib to'smini ko'rib yiqinglar. Kenjiro tikkan qarg'ay ko'chatlari bugungi kunda qator-qator bo'lib chiroyli o'sib to'smini qo'g'dab turibdi. Ko'pchilik jazman o'z ko'zinglar bilan ko'rib yiqinglar. Bu bundan 150 yil ilgiriki hikoya. Naganoning qilin qarg'ayliq yo'lida bir odam dugdib ketayotdi. Ko'rishmagili uzun bo'pti mayni. Aka! Aka, she'r yozdigan ho'rin qaytib kelgan o'xshamamdi. Uyga yenibli kelmagansan, yo'ldan o'tib ketib kirib chiqay degansan, ha? Chiqib ket. Men qaytib keldim. Oxirgi umrimni yurtimda o'tkazay deb, shunga men qaytib keldim. Qildigan ishingni qilmay, dadangdan qap qolgan yerni tatib olay debsan-da, qaysi yuzingni ko'tarib mushundaq quruq qo'l qaytib kelding? Bo'lmaydi. Mayni, uni qo'g'lab Aka degan bilanmi, ona boshqa akufka. U men o'gay, uni qo'g'lab chiqa. Ket! Beya opam bilan ishkimizdan akamga bersak bo'lmaydi. Ozroqmi ya bo'lmasa, men qandoq mayatga chiralayman. Hay. Mayni, ko'nglingning yumshoqligini u bilib qolmasin. Hozir qaraganda mushu bo'ron uchib turadigan bu uyda tishingni tishlab, havo illig'icha turib tursang bo'g'idek. Keyingi ishlarni keyin ko'mamsa, hozirgi ahvolda men bir narsa deyamayman. Amitaba. Kobayashi Issa Nagano naysida tug'ilgan bo'lib, 3 yoshida o'z opasi o'lib ketdi. Uning o'gay opasi Mayni ismli bir o'g'il tug'di. Issa ko'p xo'rliq tortdi. Issa balalik vaqtidan tortib azob-oqibat tortishga boshlaydi. 14 yoshga kirgan yili u uydan chiqib ketib, Ido shahriga kelib, divonalardek jafo mushaqqat ichida yashaydi. U mushu mezgilda she'r yozishga kirishdi. She'r ijodiyati bilan shug'ullangan bo'lsa-mu, turmushi g'urbatchilikda o'tdi. Dard alam ichida yashagan Issa yashinib qoldi. Olqonchilik ya bo'lgan bo'lsa, bir tarafdan tarixchilik qilib, bir tarafdan she'r ijodiyati bilan shug'ullangan bo'lsa, yaxshi yo'latdi. Issa mana mushu orzu tilak bilan yurtga qaytib kelgan edi. Mana bu uning eng cho'ng orzuyi edi. Naganoning qarlari yog'di osmondan. To'g'ri. Kona aloqillarimni yo'qlab kelay. Ularni ko'gim kelib qoldi. Hammasi yoshnib qolgandi balkim. Ras, u yaxshi niyat bilan kelmadi. Uning bilan qaring bo'lmasin. Ama Mening gapimni unutib qolma. Ama.
sizlar Kuru akam bilan Roy ocham emasmi? Ha? İsa'nın ko'z oldiga birdilli balaliq davridagi azob oqibatlik kunlar keldi. U chog'larda uningga tasalli berganlar shular emasmidi? Çarpaqa g'ayrat qil. Uni yengilib qolma. Çarpaqa. Uni utib ol, Çarpaqa. Uni utib ol. Ha, g'ayrat qil. G'ayrat qil deymi? G'ayrat qil. Ha, yaxshi, g'ayrat qil. Keçirsiz. Kubayashi İsa Efendi muşu öyle olduramda. Efendi? Melike meşhur İsa Efendi davatımen. Meşhur Matihi? Ben degan Jirahiyadan, yani İdo şehrinden geldim. İdo şehrinden? Sen bir yere nimqıqlı geldin. Mundaq gap. İdo şehirde İsa Efendi yazgan şehir karşı ilişkiye erişti. Uzundan buyon ben onun şehirlerini tadqiq qilib geldim. O hakikaten yaxshi yazdı ekan. Oddiy, ochiq. Bu she'rlarni qanday yozgan bo'g'iti deb İsa Efendining o'zidan so'ray deb keldim. Men shuncha yiroqlardan o'z bilan so'zlashay deb keldim. U bormi? Bormi? Quruq gap. Endi men sendan so'rab baqay. She'r yozib pul topqili bo'lamdi, ha? Pul demsiz? She'r degan bir xil san'at. Pul topqili bo'lamdi deb so'rayapman. Pul topqili bo'lmaydi. San'atchilar odatda nayt namrat yashaydi. Derhal ko'zimda yo'qol. Jafo mushaqqat, yolg'izlik, zerikishlik. Jafo mushaqqat, yolg'izlik, zerikishlik. Endi topdim. Bu yerda ekan. Mana bu she'rning siri emasmi? Siz kim bo'lasiz? Kerak yo'q. Meni qo'limga bunday tushib qoldi. 4-5 yoshdan boshlab bag'ri tash o'gay opining qattiq xo'rlishiga uchrab kelgan esa uning xo'rliqiga chidamay yiqilg'aydi. Jafo mushaqqat yolg'izlik dardida uningda she'riy hissiyat paydo bo'lib, o'zi bilan birga yo'g'rinib ketgan edi. Esa butun zehnini she'r ijodiga beg'ishtirgan, yuragi siqilib dardini aytadigan yetapolmagan bu shoir butun hissiyatini she'rlarga singdirgan edi. Turmushi qancha qattiqchilikda o'tgan sari uning she'rlari shuncha yaxshi yozgan edi. Bu bichara yana she'r yozib tutamasmi? Qaranglar, yana maynini jafo qo'yibdi. Bu Jon Asqatmaniga naq ekan. Turmush qancha qattiq bo'lgan sari Esa'ning she'ri shuncha yorqin, go'zal chiqadi. Shunga Esa'ning she'rlari ojizlarning mangulik do'sti edi. Turmushi jafo mushaqqat o'tayotgan kishilar uchun cho'q tasalli edi. Kubayashi Esa'ning she'rlari mangu hayot. Bu dunyoda jafo mushaqqatda yolg'iz o'tayotgan kishilar bo'ladi ekan. Uning she'rlari taqilib turdi. Shundoq bo'lsa, bu apandi doim ses xotinning topitanisini anglab yuriydi ekan. Apa, sana rahmat. Apandi, rahmat devatamsiz? Mushu ses xotinga rahmat demsiz? Ben mush ishimga kelgandilla ondan bayqadim. Mening baxt ta'limni shu ayol berib emasmi? Buni de siz menga deb berdingiz, ha? Ondaq sen yer olmaydı ekansan-da. Menga kerakligi yanala she'rkan. Rost, she'r mening boylig'im. Agar meni o'gay opam bilan ukam, ya'ni bermay uydan qo'g'lab chiqadi deb qarsanglar, xatolashgan bo'lasizlar. Dal ular menga qimmatli narsani so'q qilgan emasmi? Shulan demsa. Shundaq. Agar shu bag'ritash o'gay opam bo'lmagan bo'lsa, menmi hech nimani she'r qilib yozolmagan bo'lardim. Raif hazratlari, mening o'gay opamga yo'lga rahmatimni yetkazib qo'yasiz. Sen bundan keyin qanday qilay deysa? Jahon keziman. Terishchilik qilganlar terishchiligini qilsin. She'r yozganlar yana jahon kezib yurib she'risini yozsin. Apa, mayni, aman bulunla. Nima gap bu, Rahim?
Men onun hech qanday yaxshilik qilmagan tursam. Balkim bag'irtoshlik qilganligingizdan bosh kerak. Gepining chiroyliligini. Ya bämisem texi rahmat depdi. Çoqum yana yangi nayrang o'ylab topgan nima. Oh, kechikib ketdi, o ketdi. Ichiga kirib qarab baqayli. Oh, bu uy paskina emaskan. Qaranglar buningga Esa she'riz qo'yibdi. Men xat tonimayman. Rahib, o'zingiz o'qib bering. Ma'qul. O'ruq tuqquni yo'q, qushqoch. Men bilan birga o'ynag'in. Meningmi o'ruq tuqqanim yo'q, bak zerkiman. O'ruq tuqqanim yo'q, bak zerkiman. Oh, sen uning dardini tushundingmi? Mayni! Aka! Aka, qaytib kel! Biz birga terishlik... Aka, qaytib kel, birga terishlik qilaylik! Mayni! Doğrusu o zerkipti. Ah, bichar bola. Oq ko'ngil Tuzmijaz İsa'ning she'rlari 150 yil o'tgan bugungi kundimi yanada bizning ko'nglimizga tasalli beryotdi.